Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Alifuz va bugungi videomizda biz Minecraftni yangilanishlarini ko'rib chiqamiz. Qani o'sha joylarga yaxshilab o'rnashib olaylik. Men esa videoni boshlaymiz do'stlar. Biz birinchi o'chirtib Minecraftga kiramiz. Men hozir Minecraftni bitta moddan o'tkazganman-da. Happy moddan o'tkazganman. Shu uchun o'zim eski Minecraftni o'chib ketdi. Xo'p. Hozir biz Minecraftni noldan aniq qilamiz. Hali beri kirmadim menimcha. Tam bilmadim. Hada kirilmagan hali. Tak. Birinchi o'chirtib mana shunaqa qilasiz. Agarda butni o'tkazolmoqchi bo'lsangiz, pastga more opitis короче o'shani bosasiz. Get startni bossanglar, agarda o'zi sizlarga narsalar berar ekan mana. O'zi bu bor edi, lekin menimcha anaqalari yo'q edi. Mana bu olov, nimadir ko'k narsa. Короче kirganingizda mana sizlarga mana bunaqa qanaqa odam bo'lasizlar deb ko'rsatar ekan. Men Steve tanlab qo'yaveramiz. Mana. Play Minecraft mana. Oldingidan ancha o'zgargan Minecraft ham. Agar mana shu versiya kerak bo'lsa 1.21 120 versiya do'stlar. Agar mana shu Minecraft kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tsanglar, o'sha yerdan topasizlar do'stlar. Obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Men kirgandan keyin ko'rsataman. Oradan 150 o'tib ketdi va Minecraft'im endi yashil chizig'iga yetib kelmoqda. Hali bir yarimga ham yetib kelmagan bo'lsa ham endi yarimga boraman not. Video chiqarmaganimga ancha vaqt qolganiga shu uchun video bugun chiqarib yuboraman degandim. Bugun hozir короче sentyabr do'stlar. Bu oy sentyabr desam hazillashdi. Men oktyabrda o'ynaymiz. Voy dat. Endi voy. Voy men nasr ekan to'g'rilab olishdi do'stlar. Yopti pashmaslar uchun eslatma. Mana qilib g'alatilar bo'lib ketibdi. Nima game is paused. Nimadirlar qo'shib tashlabdi. Bor Minecraft, bor mashtuzdan nimadir do'stlaringlarni короче mana o'zingiz bor ekansiz dot. Вообще g'alati qilib tashlabdi. Ato normalniy Minecraft ham rivojlanyapti do'stlar. Короче, yupamrod qani? Sozlamada qani? Mana ekan. Pastga cho'tka qilib qo'yibdi. Men anchadan beri yangi versiya o'ynamayapman. Atigi 110 da yuruvdim hali ham. Endi bunga o'tuvchi qani kreativ o'zi. Buni ham kreativ qilib qo'yamiz. Qani bizga oti nima edi? Sozlama kerak. Cha. Hatto bunga animatsiya bu narsalar qo'shmagan. O'sha paytdagi narsalar do'stlar, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. 10 ta likedan keyin mana shu videoga короче 10 ta like bo'lgandan keyin nima deydi? Mana shu Minecraftga tashab qo'yaman. Men bu yashil narsaga ahamiyat bermasdan o'ynaysizlar degan umiddaman, demayman. Xohlaganingni qilinglar. Account, короче, global, very. Wow. Sozlamalar ancha o'zgargan ko'rinishi desam, o'zgarmabdi, sozlamalarga tegmabdi. Shunchaki tupurib qo'yibdi. Do'stlar, va men nastroykalarni to'g'rilab oldim va men o'zimni ko'ra olayman. Hali bir skin yo'q, chunki eski Minecraft o'chib ketdi. Skinni endi qo'yib olamiz do'stlar. Sizlarga endi eski skinim bilan xayrlashaylik o'ylay. Endi uni topolmayman deb o'ylayman. Chunki uni Minecraft o'zidan qilganman. Agar chiqsa yopti bashmat. Wow. O'tlarni cheti oppoq ekan. Obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Biza nima deydi, yangi versiyada qo'shiladigan qurol, zombi ot, короче shunaqa narsalarning tuxumini topib ko'ramiz agarda bu versiyada qo'shilgan bo'lsa. Men birinchi obzor qilgan bo'laman do'stlar. Obuna bo'linglar tezroq. Biza 20 mingta bo'linglar. Qani do'stlar, agar shuni 20 mingta odam ko'rsa, men xursand bo'lardim. Go do'stlar. Do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Do'stlar, uzra bu versiyada u hali beri rasman qo'shilmabdi. Faqat Minecraft Liveda anaqa nima deydi? Aytib o'tilgan. Wow.
Minecraft ovozi chiqmayapti, negaligini bilmadim. Borib passiv qo'ygan oldingina ovozi. Do'stlar, ta'tilga eshitilyaptimi yo'qmi bilmadim. Hali beri qo'shilmagan, lekin meni videoyimni birinchi obzor bilasizlar do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videodan keyin 100% u video chiqadi. Hammaga rahmat, sog'lom bo'lasizlar. Sizlar bilan Alif Uzubi edi. Do'stlar, mana shu tepadan tushgunimcha sizlar obuna bo'lishingiz shart do'stlar. Davay. Minimal tezligim taxminan 300 km soat. 1 2 3 va sizlar obuna bo'ldinglarmi yo'qmi? Men obuna bo'lishingizni so'rab qolaman do'stlar. Obuna bo'linglar va tezroq videoga like bosib 20 ta like va 1000 mana shu yangi versiyada obzor videosini olaman do'stlar. O'sha obzor video chiqadi mana shu kanalda va birinchi o'chirda sizlar ko'rasizlar degan umiddaman. Qani obunachilar, agarda shu yangi qurolni ko'rmoqchi bo'lsanglar va yangi maxluqotni ko'rmoqchi bo'lsanglar, maxluqlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib tezroq 20 mingta bo'lsa va biz o'sha videoni obzor videosini olamiz va obuna bo'linglar va men sizlarga yangi qurollar va korоче shunaqa narsalar obzor videosini chiqaraman do'stlar. Hammasi sizlar uchun do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar.